Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-1530 1. Bobur kim bo'lgan? Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk sarkarda, davlat arbobi, shoir, tarixchi va mutafakkir. U Boburiylar, Mugullar imperiyasining asoschisi bo'lib, Hindistonda bir necha asr hukmronlik qilgan sulolaga asos solgan. Bobur o'zbek, chigatoy tilida ijod qilgan va mumtoz adabiyotimizning yirik namoyandalaridan biridir. 2. Tugilishi va nasabi. Tugilgan yili 1483-yil 14-fevral. Tugilgan joyi Andijon. To'liq ismi Zahiriddin Muhammad ibn Umar Shayx Mirzo. Boburning nasabi ikki buyuk shaxsga borib taqaladi. Otasi tomondan Amir Temur, onasi tomondan Chingizxon. Shu sababli u ham siyosiy, ham harbiy merosga ega bo'lgan. 3. Bolaligi va ta'limi. Bobur yoshligidan adabiyot, tarix, harbiy san'at, she'riyat bilan shug'ullangan. U arab, fors va turkiy tillarni mukammal bilgan. Bobur juda yoshligidayoq siyosiy hayotga kirib kelgan. 4. Hokimiyatga kelishi va ilk sinovlar. Bobur 12 yoshida 1494-yil otasi vafotidan so'ng Farg'ona hokimi bo'ladi. Uning hayoti doimiy janglar, mag'lubiyatlar, g'alabalar bilan kechgan. Bobur bir necha marta Samarqandni egallaydi, lekin uzoq vaqt saqlab qola olmaydi. 5. Kobul va Hindiston sari yo'l. 1504-yilda Bobur Kobulni egallaydi va u yerda mustahkam davlat barpo qiladi. Keyinchalik u Hindiston sari yurish qiladi. 6. Panipat jangi va buyuk imperiya. 1526-yil Panipat jangi Bobur hayotidagi eng muhim voqea bo'lgan. Bu jangda Bobur Dehli sultoni Ibrohim Lodiyni kichik ammo tartibli qo'shin bilan mag'lub etadi. Natijada Boburiylar imperiyasi tashkil topadi. 7. Boburning adabiy merosi. Bobur faqat sarkarda emas, balki yirik adib ham bo'lgan. Eng mashhur asari Boburnoma. Bu asar tarixiy, adabiy, geografik, etnografik manba hisoblanadi. Boburnomada Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Hindiston haqida juda qimmatli ma'lumotlar berilgan. 8. She'riyati. Bobur gazallar, ruboiylar, masnaviylar yozgan. Uning she'rlari samimiy, sodda, hayotiy bo'lib, muhabbat, vatan sog'inchi va taqdir mavzularini yoritadi. 9. Ilm-fan va san'atga munosabati. Bobur bog'dorchilikni, me'morchilikni, san'atni juda yaxshi ko'rgan. U Hindistonda bog'lar, saroylar qurdirgan. Mashhur Bobur bog'lari shundan dalolat beradi. 10. Shaxsiy fazilatlari. Bobur jasur, qat'iyatli, adolatli, ilmga chanqoq inson bo'lgan. U mag'lubiyatlardan tushkunlikka tushmagan va har doim oldinga intilgan. 11. Vafoti. Vafot etgan yili 1530-yil. Vafot etgan joyi Agra. Keyinchalik Boburning jasadi uning vasiyatiga ko'ra Kobulga ko'chirilgan. 12. Boburning tarixdagi o'rni. Bobur Hindistonda qudratli imperiya asoschisi. O'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili. Jahon tarixidagi buyuk sarkardalardan biri hisoblanadi. Xulosa. Zahiriddin Muhammad Bobur qilich bilan davlat qurgan, qalam bilan tarix yozgan buyuk shaxs.